Assalomu alaykum. Bugundan uchburchaklar mavzusini boshlaymiz. Bugungi darsimiz 3-3-1 perimetr medianasi bisektrissiyasi va balandligi uchburchakning o'rta chizig'i 3-2. Uchburchakning burchaklari 3-3-3 to'g'ri burchakli uchburchak 3-3-4 kattlarning gipotenuzadagi proyeksiyasi. Bugun shu mavzular bilan tanishamiz. Dastavval uchburchak perimetri bilan tanishamiz. Xo'p, tomonlar ABC bo'lgan uchburchak uchun uchburchakning perimetri A plus B plus C ga teng. Bundan tashqari bizda tomonlar uchun mana shu munosabat o'rnida, ya'ni A tomon B plus C dan kichkina bo'lishi kerak. B tomon C plus A dan kichik bo'lishi kerak. C tomon A plus B dan kichik bo'lishi kerak. Agar shu shart bajarilmasa, biz uchburchak hosil qila olmaymiz. Uchburchak hosil qilishimiz uchun shu shart bajarilishi kerak bo'ladi. Uchburchakning o'rta chizig'i bo'lsa, uchburchakning asosiga parallel bo'ladi hamda yarmiga teng bo'ladi. Uchburchakning o'rta chizig'i shu yerda bo'ladigan bo'lsa, asosiga parallel yarmiga teng bo'ladi. Bu C bo'lsa, C taqsim 2 ga teng bo'ladi o'rta chizig'imiz. Bu bilan bu bilan bu teng bo'ladi. Xo'p, uchburchak medianasi burchak uchidan chiqib, qarshi tomon teng 2 ga bo'ladi. Shunda bu C taqsim 2, C taqsim 2 bo'ladi. Shu mediana bo'ladi. Xo'p, uchburchakning bisektrissiyasi bu qizil chiziqda chiqadigan bo'lsa, o'sha burchakka teng 2 bo'ladi. Bu yer alfa bo'lsa, bu yer ham alfaga teng bo'ladi. Uchburchakning balandligi bo'lsa, burchak uchidan chiqib, qarshi tomonga perpendikulyar bo'lib tushadi. Bu burchak balandligi deyiladi. Bular bilan keyingi darslarimizda batafsilroq to'xtalamiz. Hozir biz bu bilan bunga ko'proq to'xtalamiz. Mavzuga doir misolni ko'ramiz. Birinchi masala aytyapti. Uchburchakning birinchi tomoni x ga. Ximiz katta ekan 5 ta. Ikkinchi tomoni undan 3 sm qisqa. Ikkinchi tomoni 3 sm qisqa bo'lsa x minus 3 bo'ladi. Uchinchi tomon esa birinchisidan 2 sm uzun. Uchala tomonni aniqlab oldik. Xo'p, aytyapti, shu uchburchakning perimetrini toping. Perimetr topish uchun bizda P teng A plus B plus C edi. X plus x minus 3 plus x plus 2. Hammasini qo'shadigan bo'lsak 3x minus 1 ekan. 3x minus 1 varianti bizda C varianti ekan. Ikkinchi masala, A berilgan ekan. A imiz minus 1 taqsim 2. Shuni qanoatlantirar ekan. A ning qanday qiymatlarida uzunliklari 1 plus A 1 minus 2A va 2 ga teng bo'lgan kesmalardan uchburchak yasash mumkin deyapti. Demak, 3 ta tomoni bor ekan. Demak, birinchi tomoni uchburchak yasashimiz uchun A plus 2 shartini bajarish kerak. Xo'p, sistema A'larni bir tomonga olib o'tsak va sonlarni bir tomonga olib o'tsak 2 bo'ladi-da. A kichik 2 taqsim 3. A 2 taqsim 3 dan kichik bo'lishi kerak. Ikkinchisi 1 minus 2A kichkina bo'ladi 1 plus A plus 2 dan. A'larni bir tomonga olib o'tamiz, sonlarni bir tomonga olib o'tamiz. 3 bizda katta bo'lishi kerak ekan 2 dan. Minus 2 dan. Hop, demak A'imiz katta ekan minus 2 taqsim 3 dan. Uchinchisi 2 kichik bo'lishi kerak 1 plus A plus 1 minus 2A dan. Hop, A'larni bir tomonga olib o'tadigan bo'lsak, A'imiz kichik bo'lishi kerak 0 bo'lib qolyapti. Demak bizda hop, A'imiz qachonki tegishli bo'lsin, hop, minus 2 taqsim 3 dan katta bo'lsa va 0 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, shunda biz uchburchak yasashimiz mumkin ekan. Bunaqa variant edi. Uchinchi masala, perimetri 24 bo'lgan uchburchak balandligi uni perimetrlari 14 va 18 bo'lgan ikkita uchburchakka ajratdi. Berilgan uchburchak balandligini toping debdi. Uchburchak chizib olamiz. Shu balandlik tushirdik. Xo'p, perimetrlari A, B, C bo'lsa, A plus B plus C 24 ekan. Balandlik tushgandan keyin bu yoq x, y
h bo'lsin. A plus x plus h teng bo'lar ekan 14 ga. B plus x plus y teng bo'lar ekan 18 ga. Shuni deyapti, h topishimiz kerak ekan. Qo'shib yuboramiz. 2h plus a plus b plus x plus y teng bo'lyapti 32. Mana narsa s ga teng. Demak, a plus b plus c 24 ga teng. Bundan biz 2h topadigan bo'lsak, 32 minus 24 8 bo'lar ekan. H'imiz 4 bo'lar ekan. H 4 variantda D da. Uchburchak burchaklar. Uchburchak burchaklarining yig'indisi 180 ga teng bo'ladi. Masalan, bitta uchburchak oladigan bo'lsak, burchaklari alfa, beta, gamma bo'ladigan bo'lsa, alfa plus beta plus gammamiz 180 gradusga teng bo'ladi. Xo'p, birinchi masala, uchburchakning ikkita burchagi yig'indisining kosinusi 1/3 ga teng. Uchinchi burchak kosinusini toping debdi. Xo'p, uchburchak ikkita burchak yig'indisi alfa plus betamiz ning kosinusi xo'sh bizda 1/3 ekan. Biz kosinus gammani topishimiz kerak ekan. Kosinus gammamiz bizda 180 minus gammaga teng bo'ladi. 180 minus alfa plus betaga teng bo'ladi. Bu teng bo'ladi minusdan kosinus alfa plus betaga. Xo'p, burchaklarni almashtirish, ya'ni shunaqa almashtirishni keyingi darslarimizda o'tamiz. Bu minus 1/3 ga teng bo'lar ekan. Minus 1/3 variantda edi. Masalalarda shunaqa kosinusli, sinusli misollar keladigan bo'lsa, ishlamay tashlab ketsanglar bo'ladi. Keyingi darslarimizda kosinus, sinuslarni o'tamiz. Shunda qaytib kelib ishlab qo'ysanglar bo'ladi. Belgilab qo'ysanglar shunaqa misollarni qaytib kelib yana ishlab qo'yasizlar. Ikkinchi masala, ABC uchburchakning A uchidagi tashqi burchagi 120 ga teng deyapti. ABC uchburchak bor ekan. A ni tashqaridagi burchagi 120 ekan. Unda ichkaridagi burchagi 60 gradus bo'ladi. S uchidagi ichki burchagi 80. S dagisi 80 ekan. B uchidagi tashqi burchakni toping deyapti. Demak, B burchak topadigan bo'lsak, bu yer alfa bo'lsa, alfa teng 180 ayrilgan 80 ayrilgan 60 ga teng. Demak, 40 ekan. A 40 bo'ladigan bo'lsa, tashqi burchagi 140 gradusga teng bo'ladi. 140 varianti E variantdagi. To'g'ri burchakli uchburchak. To'g'ri burchakli uchburchak emas, shu ko'rinishdagi uchburchak. Ya'ni 90 gradusli burchakka ega bo'ladi. Xo'p, tomonlarini A, B, C deb belgilaydigan bo'lsak, B bizda to'g'ri burchak bo'ladi. AB va BC bizda katet deyiladi, AC gipotenuza deyiladi. Xo'p, C katet bo'lsin, AB. Va bizda shu uchun a kvadrat plus b kvadrat teng c kvadrat formula o'rinli. Buni isbotini oldingi darslarda isbotlagandik. Undan tashqari, gipotenuzaga tushirilgan mediana uzunligi uni yarmiga teng bo'ladi. Buni ham isbotlagan. Ya'ni bu c taqsim 2, c taqsim 2, c taqsim 2 bo'ladi. Hop, endi mavzuga oid misol ishlaymiz. Aytyapti, birinchisi. To'g'ri burchakli uchburchak katetlaridan biri 12, gipotenuzasi esa ikkinchi katetdan 6 cm uzun. To'g'ri burchakli uchburchak berilibdi. Katetlardan biri 12 ekan, gipotenuza esa ikkinchi katetdan 6 cm uzun. Bu yer x bo'lsa, bu yer x plus 6 ekan. Gipotenuza uzunligini toping debdi. Demak, x kvadrat plus 12 ning kvadrati x plus 6 ning kvadratiga teng. Bundan x kvadrat plus 144 teng bo'ladi x kvadrat plus 12x plus 36 ga. X kvadratlar qisqarib ketsa 12x teng bo'ladi
108 ga. X teng bo'ladi 9 ga. Gipotenuza uzunligini topishimiz kerak. 9 ga 6 ni qo'shsak 15. 15 varianti A'da. Keyingisi katetlarning gipotenuzadagi proyeksiyasi. To'g'riburchakli, uchburchaklarda bo'ladi bu narsa. Xo'p, bizda nimalar o'rinli? To'g'riburchakli uchburchak A, B, C bo'ladigan bo'lsin. H balandlik tushiramiz. H balandlik tushirsak, H bo'lsa, xo'p, bu H balandligimiz C ni, ya'ni gipotenuzani x, y degan kesmalarga bo'ladi. Va bizda quyidagi formula o'rinli bo'ladi. A kvadrat teng x, xo'p, b kvadrat teng y, undan tashqari x mana ikkalasini bo'lib yuboradigan bo'lsak, x y ga nisbati teng bo'ladi a kvadrat taqsim b kvadrat. Va bizda h kvadratimiz x y ga ham teng bo'ladi. Shu formulalar bizda berilgan bo'ladi. Shu formulalar orqali misol ishlaymiz. Birinchi masala, to'g'ri burchakli uchburchakning katetlari 5 va 6 kabi nisbatda, gipotenuzasi esa 122 ga teng. Gipotenuzani balandlik ajratgan kesmalarini toping debdi. To'g'ri burchakli uchburchaklar bor ekan. Katetlari 5x, 6x nisbatda ekan. Mana 122 ekan. Bu yoq A, bu yoq B bo'lsa, A, B ni topishimiz kerak ekan. Xo'p, bizda 5x ning kvadrati 6x ning kvadrati 122 ga teng. Xo'p, 25x kvadrat qo'shilgan 36x kvadrat 122 ga teng. Qo'shsak 61x kvadrat 122 ga teng. X kvadrat bo'lsa, xo'p, bizda 2 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, bizda h shart emas ekan. Xo'p, bizda a kvadrat teng x formulamiz bor edi tepada. O'shandan foydalanamiz. A nomda 5x kelyapti. 5x ning kvadrati teng bo'ladi x ko'paygan s ga. Bizda a kelyapti, s nomda 122 kelyapti. Demak, a ko'paygan 122. 5x imiz 25x kvadrat, x kvadratimiz 2 ga teng. Xo'p, x kvadratimiz 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, a ko'paygan 122. A teng. Xo'p, endi b ni xuddi shunaqa topamiz. B emas 36 ko'paygan 2 b 122 bo'ladi. A ni b ga nisbatan topadigan bo'lsak, a ni b ga nisbati 25 taqsim 36 bo'lar ekan. Endi biz a plus b 122, a ni b ga nisbati 25 36 ligidan a ni topadigan bo'lsak 50, b ni topadigan bo'lsak 72 ligiga kelib chiqargan. Bunaqa javob C da ekan. Ikkinchi masala, to'g'ri burchakli uchburchakning bir kateti 10 ga. Xo'p, chizma o'xshamada. Gipotenuzaga tushirilgan balandligi 6 ga. Bu yer 10 ekan, balandligi 6 ekan. Uning ikkinchi katetini toping debdi. Xo'p, bu yoq 6 bo'ladigan bo'lsa, bu yer a bo'lsin. 10 kvadrat teng a ko'paygan a kvadrat qo'shilgan 6 ni kvadrati. A ni topadigan bo'lsak 8 bo'lar ekan. Endi 10 kvadrati teng 8 ko'paygan s, ya'ni gipotenuza. Bundan s ni topadigan bo'lsak 12,5, ya'ni 100 taqsim 8 bo'ladi, 25 taqsim 2 bo'ladi. 12,5 chiqdi. Bu yoq b bo'ladigan bo'lsa, b kvadrat plus 10 ni kvadrati teng 12,5 ning kvadrati. Bundan b ni topadigan bo'lsak 7,5 bo'lar ekan. B 7,5 degan variant D javob degan.